Hurmatli tomoshabinlar, voy mashallohni like bosadigan joylariga. Nima deysizlar do'stim? Mana qarang, sizlar uchun yosh va sifatli ko'chatlardan so'ragan ko'kalarga toza avstriyskiy sementallardan. Ko'kalar Namangan viloyatida bo'ldi videoyimiz. Xudo xolasa maza qilib olib boqadigan joydan. Ishqibozlariga hurmatli ko'kalar, mana chempionlari zo'rlar. Assalomu alaykum, Nurulov kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati, Namangan shahardamiz. Hurmatli ko'kalar, sizlarning e'tiborlaringizga bugungi videoligimizda chiroyli, yaxshi, yosh va sifatli semental ko'chatlarimiz bor. Shulardan narx-navo ma'lumotlarni beramiz. Hurmatli ko'kalar, arzimas mehnatimizga albatta bir donadan like tugmasini bosib, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Juda ham ko'pchilik oqtarib yurgan, yosh va sifatli bo'lgan buqachalardan va xunajlardan ma'lumotni beramiz. Akalar, bugun xudo xolasa 27-iyul sanasi hafta kuniga, xudo xolasa hafta kuniga dushanba. Lekin mana qarang, juda ko'pchilik oqtarib yurgan, qidirib yurgan do'stim siz boplaridan. Mashallohni like bosib qo'yishga arziydi xudo xolasa. Akalarimiz narxlarini yo'lida qilib bersa, inshaalloh akalar uyingizga borib, ertaga xudo xolasa hosil daromadini to'kib beradigan. Eng qizig'ini aytaymi? Hurmatli akalar, bir joyga olasizmi? Donalab olasizmi? Akalarimiz yo'lida qilib kelishtirib beradi. Akalar, mana qarang, go'zallikdi. Buqachalari ham lekin vopshim chiroyli holatda. Rosa hali kir mehnati ketib, hosil daromadga kiradigan holatga olib kelib qo'yishibdi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Aka, xush kelibsiz. Orxonaga. Bardamiz aka. Charchamay turibsizmi? Ko'chatlari go'zallar ekan aka, xudo xolasa. Xudo xolasa, avvalambor mana chorva YouTube ishqibozlariga aka, obunachilaringizga kattakon salom. Aka, xudo xolasa, mollar hammasi go'zali, zo'r aka. Hammasi firmadan chiqqan. Ko'rinib turibdi aka, ha? Yosh oilalari aka, xudo xolasa 4 oydan 6 oygacha aka. 4 oydan 6 oygacha. 2 dona gibrid buqamiz bor aka. 8 ta 6 oyli semental buqamiz bor, 2 dona xunajinimiz bor aka. Xunajinimiz bor. Xudo xolasa hammasi firmadan chiqqan videolari bor aka. Vaksinalarning hammasini chistlasda qo'yilgan. Hamma narsasi joyida aka. Dokumentlargacha, qilingan ukorlargacha hamma narsasi bor aka. Xudo xolasa baraka topishadigan narsa hammasi aka. Inshaalloh. Aka, narxlarini yo'lida qilib berasiz. Xudo xolasa dastavka masalasini nima deymiz aka? Aka, dastavkada muammo yo'q. Adresimizni aytgan bo'lsangiz, Namangan viloyat, Namangan shahar, Sarboz Tilovoy oldida aka. Xudo xolasa dastavkada muammo yo'q aka, kelishilgan holatda vodiy bo'ylab besplatniki berilaveradi aka. Avla qarang. Gapiravering. Xudo xolasa ag'i Toshkentda ag'iga kelishilgan holatda. Kelishilgan holat. Muammo yo'q, mashinlarimiz bor aka. Aka, bir jup olganga ham vodiy bo'ylab xudo xolasa dastavkalarni. Bir dona olganga ham aka, xudo xolasa telefon qilsa, hech kimni ko'nglini og'ritmaymiz aka, yo'lida qilib beramiz aka. Hurmatli akalar, endi chorvadorda xudo xolasa yomoni yo'q, lekin Orifxon akam tanti inson. Hali ishqivozi aloqaga chiqqan odamga akalar muammosi yo'q. Dastavka masalasini ham, narx-navosini ham yo'lida qilib kelishtirib qilib beradi. To'g'rimi Orifxon aka? Inshaalloh. Muammo yo'q. Mana qarang. Xudo xolasa ishlar bitadi. Ko'chat ishqibozlari bugun xudo xolasa lekin juda ham hali mazmunli yuringlarda. Xudo xolasa manfaatli xalqimiz uchun akalar ko'rib bitta obuna bo'lib like bosib qo'ying. Xudo xolasa sizlarga shunaqangi zo'rlaridan doimiy ravishda, muntazam ravishda ko'rsatib qo'yib boramiz. Orifxon aka, endi aka bitta necha puldan necha pulgacha bo'ylari qancha santimetrda ma'lumotini bersak aka. Xudo xolasa eng kichigi gibridlarimiz ham 1.5 1.5 oldi 1.20, 1.15 ham devri, ertaga borgan. 1.15 plyusga olaversin aka. 1.15 plyus bo'lishimiz kerak. Mana qarang do'stim. Narx-navo anada bundoq aka, manada bundoq aka demaymiz aka, lekin bitta chorvaga borsangiz, toza sementalni to'g'risiga yangi tug'ilgan 18 millionga berish mumkin. Bermayapti, to'ppa-to'g'ri gapsiz aka. Berishimiz to'g'risi. Bunga aka tug'ilganda aktivani 3,5 oy, 4 oy kuniga 6 litr, 7 litrdan sut ichganda, narxini hisob-kitob qilsangiz hamma narsa chiqib kelaveradi. Endi xudo xolasa bizga ham yengilroq keldi, yengilroq beramiz. Yengil beramiz lekin, endi aka, Orifxon aka bitta narsada sementalni narxini o'zi xalqimiz o'zi bilib turibdi aka. Albatta. Lekin xudo xolasa siz o'zi aytib o'tganingizdek yengilroq bersangiz, qolgan odam baraka topsa, inshaalloh siz ham mana endi duo qilasiz. Biz ham xursand bo'lamiz. Albatta. Endi akalar, bu narsani o'zimdan ham so'ragan juda ko'p edi. Bitta narsa borki, menda shunaqa narsada Orifxon aka, men auditoriyaga so'ng uchun birov tashlab ber, videoga chiqmasdan oldin 4 ta olay, 5 ta olay degan ko'p bo'ladi-da endi. Hali kasb sohamiz shuning uchun ko'p so'ragan ko'p bo'ladi. Lekin menda unaqa yo'q. Auditoriyamga tashlayman, hisobi chiqqan odam olaveradi Orifxon aka. Inshaalloh aka, mana qarang do'stim.
mamlaqatlaridan olib maza qilib boqishga. Xudo xolasa tondan ustida bo'ladigan variantdagilari. Hali o'rtacha narsalar emas, tuyoqlariga e'tibor beringlar. Xudo xolasa akamiz aytib o'tgandek, mashlarda bo'yi o'sha xudo xolasa 1.15 plyusida chiqaveradi. Mana shu kattalari. Aka eng arzoni nech pul, eng qimmati nech pul? Qanaqaga to'xtaydi? Orxonaga bizga bitta ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, gibridlarimiz eng kichik aka. 23 milliondan telefon qilishaveradi. Kamaytirib beramiz aka. Mashlarda ikkalasini. Lekin mana bosh ko'rdim, bu uzunlikdan e'tibor bersangiz haqiqiy toza. Aka toza simental gibrid-a bular aka. Simental gibrid. Hurmat do'stim, mana qarang. Kecha kuni aka mashina 1,5 yosh bo'pti aka gibrid. Aka 750 kiloligini ko'raman. Oka xudo xolasa men o'zim ham berganlarim oka. Bu paytida o'sha 7 million 8 millionga gibrid bergan paytlarimiz ham o'shalar ham 1 tonna 400 1 tonna 500 qilib so'tib videolarni tashlab rahmat aytishgan joylari bor oka. Aka 23 millionga yo'qmasam 22 millionga olgan moli iloyim aka 1 tonnalik bo'lsa zo'rda aka bu. Dehqon odam uchun zo'r akalar. Mana qarang do'stim. Mana. Nurloqqa shu ozdan aytib o'tdi, xudo xolasa 23 milliondan 32 milliongacha vajimiz bor aka. Telefon qilishaveradi, bitta olganga ham sotamiz. Hammasini bir joyga olganga ham beraveramiz. Mana qarang do'stim. Mana. Qochkalari ham hali o'rtacha narsalar bor, shu tomoniga e'tibor berasizlar. Oyoq qo'li sutga to'yib, hali fermerda rosa yog'liq sutini ichgan aka bular, xudo xolasa. Albatta aka, u mana qarang do'stim. Fermada hamma narsa me'yorda bo'lib, 2,5 4 sut berib, hamma narsasini biz o'zimiz bilgan, ishlab yurgan firmamizdan chiqqan aka, videolari bor firmani. Ota-onasi to'g'risida hamma narsasi ma'lumoti videosi bor bular aka. Hammasiga garantiyalar beriladi, bexijolat aka. Yeb ichishiga xudo xolasa aka 15 kun 20 kun garantiya beramiz aka. Yeb ichishlari sog'lomligi hamma xudo xolasa joyida aka. Hurmat aka-ukalar, mana qarang. Xudo xolasa, endi eng qimmati-chi aka? Eng arzonini aytdik. Eng qimmati aka, misol ikkita tanlab olaman deysa, xudo xolasa 31 million 500 dan o'tib beramiz. Kamini qilib berasiz-a? Do'stim, mana qarang. Eng qimmati ham mana mashlar ham bir juft tanlab olaman degan ko'kalarga akamiz 31 million so'mdan tushib berasiz aka, xudo xolasa. Albatta, telefon qilishaveradi, xudo xolasa. Mana do'stim, hashi olsangiz jup olasizmi? Yo bir joyga olasizmi? Endi ikkita xonajini bor ekan, bitta ma'lumot berib o'tib ketaman. Bo'rdoqchilikka xonajinimiz ham tushadi deyapti. Uni akalar akamizga aloqaga chiqib, xonajin bo'yicha ma'lumot olaverasizlar. To'g'rimi Orxon aka? Xudo xolasa okaylik, narxini aytishmabdi deb nima qilishmasa aka. 20 milliondan kami bor, 2 dona xonajinimiz bor. 2 xonajinimiz bor. Ma'lumotini telefonda berishadi akalar. Telefon qilib ustida kelib bemalol ko'rib olaverasizlar. Lekin men novvoslarda bunaqangi chiroyli, bunaqangi kelishgan, rosa boqiydigan holatdagilari, lekin anchadan beri akalar bunaqangi zo'rlari kam chiqyapti. Agar hisobingizga tushsa do'stim, tegi hosil daromadini beradigan yaxshi narsalar. Orifjon aka, men hali bir qo'ra oqtarib yurgan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, akalar, nima deymiz aka? Aka telefon qilishaveradi, hammasini bir joyga olaman deyishadigan bo'lsa aka. Xonajin bilan bitta qilib deyishadigan bo'lsa aka, 27,5 dan kelishaveramiz aka. 27,5 bilan chiqazib tashlab deysa, holatga qarab 28,5 dan hammasi bir joyga kelishaveramiz aka. Plyus minusi bo'ladi aka, endi holat tanlashiga qarab, to'rtta olishingizga qarab, bitta olishingizga qarab, yo bo'lmasa bir joyga baribir optimdan yengil qo'yib berasiz aka, inshaalloh aka. Xudo xolasa kelishib olamiz aka. Hurmat aka-ukalar, mana ko'ringlar. Xudo xolasa agar bitta joyga olaman degan ko'kalar bo'ladigan bo'lsa, yengilroq bitirib beradi ishni. Akalar, bu maqsad sotish. Albatta sizlarni podeshkalaring bilan, sizlarni layklaring bilan, sizlarni kommentariyalaring bilan biz qo'ldan kelgancha shunaqangi zotli simental parodalarni qo'yib, ma'lumotini berib boryapmiz. Akalar, bahola qudrat. Yana bir podeshka qilib do'stim, iloyim niyat qilib qo'ying. Bu safar bo'lmasa, albatta keyingi safardir balkim. Hurmat aka-ukalar, qo'ldan kelgancha bahola qudrat sizlarga ma'lumotlar beryapmiz. Akamiz xudo xolasa kelganki odamni, aloqaga chiqqan odamni narxini yo'lida qilib ishni bitirib beraman deyapti. Akalar, xudo xolasa olib maza qilib boqib baraka topadigan narsalar. Orxon aka, bir og'zaki telefon nomeringizni ham aytsangiz, aka, nomer bo'ladi albatta. Ishqibozga xudo xolasa endi hammamiz ham banda biz, hali so'zlarimizda xato, nuqson, kamchiliklar bo'lsa, qanaqangi, albatta, qanaqangi savollaring bo'lsa, akamiz nomerda aytadi, xudo xolasa aloqaga chiqib, xudo xolasa bemalol talashib, tortishib, savdolashib olinadi. Orxon aka nomerda ayting aka. Telefon nomerlarimiz 97 593 66 66.
99lik 510 21 10. 2110 telefon raqami ishlaydi aka, Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Hamma narsa bor aka. Aka musofirdan aloqaga chiqqan aka-ukalarga lekin bonusini chiroyli qilib qilib berasiz. Xolasa 500 ming 1 million kompyuter beramiz aka. Misol musofirda issiqda kunida peshinasi sellab, hali halol mehnat qilib yurgan aka-ukalar, xudo xolasa duo qilib qo'yinglar. Ilohim sizlarga bundan ham zo'rlari, mana shunaqalaridan chiroylilaridan ko'plab nasib qilishlik akalar, ilohim nasib qilsin mana. Joning sog' bo'lgin, lekin zo'r. Orifxon aka aloqaga chiqib kelishaversin, o'zi chiroyli qilib qilib berasiz aka, xudo xolasa. Alakasi tashab beramiz. Bitta otdельно qilib video qilib ber deysiz, nomerlar bilan video qilib Telegramga, WhatsAppga ham tashab beramiz. Undan muammo yo'q aka. Bo'ldi akajon. Lekin halol pok chiroyli qilib yetkazib olib borib berasiz aka. Xudo xolasa xursand bo'lib ketishadi aka kelishgan. Xudo xolasa. Aka-ukalar, qo'ldan kelgancha ma'lumotini berdik. Inshaalloh yana akamizga aloqaga chiqib, qanaqangi savollaring bo'lsa bemalol berishlari mumkin. Lekin hammasi ham tavsiya qiladigan, maza qilib olib boqib, baraka topadigan ko'chatlar. Mashalloh. Hammaga rahmat. Chorvalaringga, umrlaringga, rizqlaringga Alloh baraka bersin. Allohning panohida bo'linglar.